Assalomu alaykum, hurmatli No'xat Qori kanalini qattiq bugungi kunga 28 mart 2023-yil biz tushdan keyin No'xat shahrina keldik. Azman shu ishlar bilan kurslar chiqarib qo'ydik. Bizdan olsay like bosib komment yozib qo'yinglar, hurmatli. Qanday ketdik? Qancha o'q qoldi ekan? Tutgan o'zingizlarni qabul bo'lsin. No'xat Qori kanalidan o'z notimdan inshaalloh nima qilamiz? Kommentariy yozib nima qilib qo'yinglar. Ketdik anda ko'rishamiz. Hurmatli, birinchilar Finkabankda 87 so'm 42 tiyin dollar, 99 tiyin euro, 113,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli, Qozoq tengesini 13 tiyin ekan. Qarangizlar. Finkabankda shunday ekan. Hozir boshqa bank orasi shol joydan ko'rishamiz. Hurmatli, hozir biz Kapital Bankka keldik. Kapital Bankda 87 so'm 40 tiyin dollar, 94 so'm 20 tiyin euro, 113,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli, qarangizlar. Bu yerda shunday ekan. Boshqa joyga boramiz. Hurmatli, Boychun Bankka keldik. Boychun Bankda 87 so'm 42 tiyin dollar, 94 so'm 40 tiyin euro, 114 tiyin rubl ekan. Hurmatli, qarangizlar. Bu yerda rubl sal kuchliroq ekan. Boychun Bankda. Hurmatli, ulama shu joyga kelib, bu joyda 87 so'm 50 tiyin dollar, 1 so'm 13 tiyin rubl ekan. Qozoq tengesini 13 tiyin, O'zbekistonda 0,75 tiyin ekan. Hurmatli, mana shu yerda bu yerda shunday ekan. 87 so'm 70 tiyin dollar, 1 so'm 13 tiyin rubl, Qozoq tengesini 0,13 tiyin, O'zbekistonda 0,75 tiyin ekan. Hurmatli, Hurmatli, Ekoslomga 87 so'm 40 tiyin dollar, 94 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 13 tiyin rubl ekan. Hurmatli, 1 so'm 13,5 tiyin ekan. Hurmatli, No'xat Qori kanalini qattiq shuni bugungi sizlarga ko'rsatuv oyoqladi. Sog' salomat bo'linglar. Shuni birga o'zingizlar tutgan o'zingizlar Allohim qabul qilsin. Umid bilan sizlarga bersin. O'z notimdan No'xat Qori kanalining xizmatkorlari notidan sizlarga barizlarga No'xat shahridan jalbimiz salomat bo'lsin. Tutgan o'zingizlar qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishib, omon bo'linglar.